Spiral qo'yish uchun eng yaxshi vaqt. Birinchisi, bu hayzning 1-kunidan 7-kunigacha bo'lgan muddat. Bu paytda bachadon bo'yni ochiq bo'ladi, homiladorlik ehtimoli juda past bo'ladi. Bachadon kengaygani sababli jarayon ayolda og'riqsiz o'tadi. Ikkinchisi, tug'ruqdan keyin 6 hafta o'tgach, bunda bachadon to'liq tiklanmagan bo'ladi. Agar ko'pincha tug'ruqdan keyinla qo'yiladi, bunda bachadondan spiral tushib qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Sun'iy abort yoki homila tushganidan keyin ham o'rnatish mumkin agar bachadonda ichi yallig'lanmagan bo'lsa, ya'ni abort asoratsiz o'tgan bo'lsa. Mutlaqo qarshi ko'rsatma keservadan keyingi 3 oygacha bo'lgan muddat, tug'ruqdan keyingi 6 haftagacha bo'lgan muddat, qon hamda bachadon ichida bo'ladigan o'tkir yallig'lanish kasalliklari, ovulyatsiya paytida, ya'ni hayzda 12-kunidan 16-kunigacha bo'lgan muddatda qo'yish tavsiya qilinmaydi.